Assalomu alaykum hammaga. Vashi dahshat zo'r joy topib qo'ydim mana 5 gektarli ishlab chiqarishga. Bunaqa 2 etajli yevro ofislari bilan ichida palov ataplaylar bilan remontli tayyor ofislari ham bor. 5 gektar mana Chinozda sotilyapti. 3600 kvadrat помещение. Zavod katta, o'zining tepasi bor, GRPsi bor. Ham 2 etajli ofis ekan. Ofis ham remontlari zo'r ekan. 2 etajli ofisga kiramiz. Ishlarini ko'rsatay sizlarga. Mana bu kuxnyasi. Tayyor ofisda, remontlar bilan tayyor. Ishlab chiqarish qilaman degan akalarga zo'rda. Chinozda joylashgan 5 gektarli joy. Repromni oldida. Butun ofis hammasi ham bunaqa palov ataplayasi bilan birga ekan. Shu 2 etajli zdaniyani o'zi 1000 kvadratdan oshiqroq. Konferensiya zallari ham bor. Xullas ofis ishlashga tayyor bo'lib turibdi. Endi hozir ishlab chiqarish joyini ko'rsatamiz. Hamnaqa o'zining tepalari ham bor mana tayyor. Mana ishlab chiqaradigan joy kiring. Patologlar baland mana. Buni hozir yarmini arendaga berishibdi xitoyliklarga. Yarmi bo'sh. 3600 kvadrat, вообще katta joy. Chinozda 5 gektar joy sotilyapti. Tayyor ofislari bilan.